Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi obyektimiz Qirg'iziston Respublikasi Aravan rayon Qaqirqo'ton qishlog'idamiz. Azizlar, ushbu obyektimiz qishda issiq, yozda salqin bo'lishligi uchun Penaplex bilan qoplanib, steklanniy setka bilan kafelniklarda armirovka qilingan va ko'rib turganinglardek plitka ustanovkasiga tayyor holatda obyektimiz. Plitkalarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu plitkalarimiz tango, ya'ni regilni, razmerlari 40 sm ga 5 sm, толщинasi 1,5-2 sm da tashkil qiladi. Kompaniya tomonidan bu plitkalarga 30-40 va undan yuqori yillarga kafolat beradi. Даже bularni yozda bemalol karchirlab yuvishingiz mumkin. Hurmatli azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bu obyektimizni to'liq video obzorini yaqin kunlarda ko'rsatamiz. Kimga shunday xizmatlar zarur bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Mutaxassislarimiz batafsil ma'lumot berib o'tishadi.